Bilarmidingiz? Quyosh energiyasi kelajak energiyasi, lekin bu kelajakda barchadan ustun turadigan bir davlat bor. Bu Xitoy. Bugungi kunda dunyoda ishlab chiqarilayotgan quyosh panellarining 80% dan ortig'i aynan Xitoy hissasiga to'g'ri keladi. Qanday qilib bunday ustunlikka erishildi? Hammasi davlatlarning ulkan sarmoyalari va imtiyozli kreditlaridan boshlangan. Bu esa ishlab chiqarish xarajatini keskin tushiradi. Quyosh panellarini arzonlashtiradi. Ammo gap faqat panellar sonida emas. Xitoyda cho'llarning qiyofasini o'zgartirib yuboradigan ulkan loyihalar bor. Masalan, minglab ko'zguli nurlarni markaziy minoraga jamlab, uni xuddi mayakdek yoritadigan konsentrlashgan quyosh elektr stansiyalari. Bu toza, kuchli va nihoyatda katta miqyosidagi energiya. Xitoy nafaqat ishlab chiqaruvchi, balki innovator ham. Katta miqyosi samarasi tufayli ulkan quyosh energiyasini butun dunyo uchun hamyonbop qildi. Shu tariqa global energiya yangi bosqichga chiqmoqda. Endi savol, sizningcha kelajakda quyosh energiyasi neft va gazni to'liq almashtira oladimi? Fikringizni kommentariyada yozib qoldiring. Bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun like bosib, obuna bo'lishni unutmang.